Nima, askarga ko'z tegibdimi? Vayni go'shtiligiga yotyapti. Urushdan yaralanibdi. Max ishonormanga aldaydi, shu streyli qilib yotib olgan. Ana o'zi yurtchi. Do'stlarim! Behruz qanday yaralandi o'zi? Xullas, katta jang bo'ldi. Saki va masagitlar o'rtasida urush bo'ldi. Biz masagitlar tomonidan urushdikda. Xullas, zamarida o'q otdi, dumalaq keladi-yu. Menga keldi. Ras ko'krini to'xtatdim-da, cheres tepani tank portlatib tashladi. Aldaysan-ku, Behruz nimaga aldaysan buni? Tushunmaydi bu ish. Kim bittasi o'q otdi. O'q yonib kelar ekan, ishonib ko'rdingmi? De kelyapti, yonib kelar ekan. Shunda chap berdim, o'tib ketdi, devorga tegib bir kecha bo'lib belimga kirib ketdi. Mashatimni keyin oldirdim mana doktorga. Nima qilyapti bu? Do'stlarim, mana shuni farzandimga berib qo'yinglar, ataylab Rossiyadan olib keldim. Roman Pavlichenko tavsiya qildi-da mana, lalaku. Yumshoq bolaga botmaydi, maza qilib o'qilaydi.